Boy odam hamisha yomon bo'ladi, kambag'al odam yaxshi bo'ladi deb o'rgatilgan. Atiga qolganini 10%ni men o'yin kulgi uchun sarflayman. Pul aylanganda ko'payadi. Pul bu eng zo'r ishchi. Boy bo'lish, kambag'al bo'lish bu seni qaroring. Demak, savol, boy odamlar saxiymi, kambag'al odamlar saxiymi? Bunga qanday qaraymiz? Qarang. Kambag'al insonlar borini bo'lishga harakat qiladi. Bu haqiqat. Boy insonlar bo'lsa, bor pulini nafaqat bo'lishadi. Ular birinchi o'rinda kapital yig'adi, pulini ishlab ko'paytiradi va ko'paytirgan pulini hisobidan yashashadi. Lekin statistikani olib qaraydigan bo'lsak, ko'proq yo'l quradigan, mahallalarga yordam beradigan, svet, suv tortadigan, ko'proq yaxshilik, bog'cha, maktab, masjid qiladiganlar bu puli bor insonlar, boy insonlar. Chunki ularning imkoniyati bor. Ular asosiy kapitalni ishlatib, pulini hisobiga yashayapti. Foydasi hisobiga. Kambag'al insonlar ular bor pulini boshqara olmaganligi uchun, pulini yig'ib ko'paytira olmaganligi uchun oylikdan oylikka yuradi. Uzoqqa bormaylik, mana men o'zim 13 yilmi, 13 yil plus-minus zavodda ishlagan bo'lsam, men oylikdan oylikka yashadim. Menda boshqa insonga yaxshilik qilish, biron bir savob ish qilish imkoniyati bo'lmagan. Chunki o'zi pulim yetmayapti oylikdan oylikka. Qanday qilaman? Men uchun bu nerealniy edi. Menga kimdir shunaqa ish qil desa, men qanday qilaman? Bo'lmagan narsa derdim-da. Tushunyapsizmi? Bizda mana multfilmlarimizga ham e'tibor bergan bo'lsangiz, multfilmlarda aytilgan. Boy odam hamisha yomon bo'ladi, kambag'al odam yaxshi bo'ladi deb o'rgatilgan. Bu nima desak, bu sovet davrida bizga o'qitirgan multfilmlari. Aslida hayotda boylar ko'proq yaxshilik qiladi. Har birimizga, mana har bir musulmon insonga boy bo'lish kerak u. Halim aytishadi, musulmonlar boy bo'lsin. Chunki u boy bo'lsa ko'proq yaxshilik qiladi, ko'proq savob ish qiladi. Xuddi shu narsa. Agar boy bo'lmasa, nimadan yaxshilik qiladi, nimadan qiladi? Masjid qursin, madrasa qursin, maktab qursin, puli bo'lsin. Boy bo'lish kerakmi, kambag'al bo'lish kerakmi? Kambag'al yaxshimi, boy yaxshimi? Meni hayolimda boy yaxshi. Boy bo'lsin, kambag'al ham boy bo'lsin. Boy bo'lsin, harakat qilsin, pulini yig'sin. O'zi pul yig'ish 3 ta qoidasi bor. Birinchisi yig'ish, ko'paytirish, ko'paytirgan pulini yana ham ko'paytirish. Ya'ni pulini ishlatish bu yerda, fishka. Kambag'allar nima qiladi? Topadi, ishlatadi. Ular yig'a olmaydi. Yig'a olmadimi, umrining oxirigacha pul uchun ishlaydi. Boy odamlar uchun pullari ishlaydi. Fishka shu yerda. Mana men 13 yil ishladim, pul yig'a olmadim-ku. Kredit tarqasidan kreditga yurdim. Hozirchi? Yo'q. Hozir 10 ming topsam ham, 20 ming topsam ham, o'sha 200-300 dollarga yashayman. Men ko'p rasxod qilmayman. Oilamda aytadi. Masalan, yosh bolaga pul so'raydi. Dada, desa pul bering deydi. Nima qilasan desa, nimadir olaman deydi. O'zi bilmaydi nima olishini, nimadir olaman deydi. Nima kerak? Nimadir olib. Buni aqlli inson plan tuzadi. Men mana shu narsalar olaman. Yoniga yozadi. Bu zararlimi, zararlmasmi o'zi? Muhimmi, muhim emasmi? Aniq muhim bo'lsagina oladi. Muhim bo'lmasa nima qiladi pul sarflab? Prosta pul ber, nimadir olaman. Yo'q, nimadir olish xato. O'shaning uchun pul yig'ishi yo'li ko'proq ro'yxat tuzish kerak. Uydan chiqmasdan oldin ro'yxat tuzish kerak. Produkt olmoqchimisan, uyda ro'yxat qil. Bozorga borsang 10 barobar ko'proq narsa olib borishing mumkin. Uydan pulni mo'ljallab chiqish kerak, ro'yxat bilan chiqish kerak. Bo'lmasa bekor narsaga ko'p pul ketib qoladi. Men hayotimda topadigan pulimni qanday bo'laman, qanday ishlataman? Pul topyapman. Hozirgi paytda topayotgan pulimni birinchi o'rinda men ota-onamga oylik qilib berishni ma'qul topaman. Ya'ni oladigan pulimni 10% ni oylik qilib beraman. Har oy meni ota-onamga oylik boradi. 5-sanada oylik boradi. Ular oylik oladi. Ya'ni men topayotgan daromadning 10% ular oylik qilib oladi. Xohlagan joyga ishlatadi o'sha pulni. Qolgan pulimni albatta
haliginga savob ishlarga ajrataman 2,5%ni. Bu menda majburiy. 2,5% avtomatik savobga ketadi. Har oyligi. Qolgan tushgan pulni men 90% uchun qolgan investitsiya uchun ketadi. Atiga qolganini 10%ni men o'yin kuligi uchun sarflayman. Ya'ni birinchi tushdi 10% ketdi, qolgani ketdi, qolgani 90% qoldi. 90% yana 100% deb qabul qilamiz. 100% ni 2,5% ketdi savobga. Qolganini yana 100% deb tasavvur qilamiz. Uni 10% ni o'zim uchun sarflayman, oilam, bola chaqam, o'yin kulgim uchun. Qolgan 90% reinvestitsiya, ya'ni biznesni kengaytirishga, investitsiya qilishga sarflayman. Asosiy pulimni men yana nedvijimistga yoki bizneslarimni kengaytirishga sarflayman. Bu menga nima beradi? Har kundan kunga biznesimni sonini, sifatini, sof foydasini oshirishga yordam beradi. Oddiy holatda oddiy odamlar qandoqqa pul yig'ish kerak? Pul yig'ishda 10% dan yig'ish boshlanadi. Masalan, tasavvur qiling, siz o'rtacha $400 pul olyapsiz. Mana sredniy oylik $300-400 deylik. $300 deylik, mana uzoqqa bormaylik, $300 deylik. $300 pul olyapsiz. Va har oy o'sha $300 sarflab tugatasiz. Bola, chaqa, oila, produktda pitaniya yo'q qilasiz. Lekin shu pulni 10% ni olib turib yashirib qo'ysangiz ham yetadi-da, Mirkomil. Hech bo'lmasa 5% ni olib qo'ysa ham yetadi. Yetkizsa bo'ladi. Da, har oy tushgan pulni 5%, 10% ni yig'ib qo'yasiz. Oradan 3 oy, 4 oy, 5 oy o'tadi. Yig'ib qo'yayotgan pulingizni soni ko'paygan sari sizni ishtahangiz ochilib 20%, 30% qo'yishni boshlaysiz. Prosta qilish kerak buni. Hali tupa qilish kerak. Orada yig'ilgani 300, 400, 500, 600 bo'lib ketadi. $1000 bo'ladi bir yilda. Zato o'sha pulni siz biron joyga investitsiya kirita olasiz, biron bir yaxshi joyingizga sarflaysiz. Pulingiz ko'paygan sari sizda motivatsiya ko'payadi, ishtaha ko'payadi. O'sha puldan biron nima qilib pul ko'paytirish yo'llarini o'rganasiz. Lekin yig'ishni bugunoq 5% dan boshlamasangiz yig'a olmaysiz. Uzoqqa bormaylik, o'zimdan misol. Men 13 yil yig'a olmadim. O'sha Vavilonlik eng boy odam kitobini o'qiganimda hech bo'lmasa 5% yig', 10% yig' deganda ham men kallam yetmagan. Keyinchalik kallam urilib yig'ishni boshlaganman. Hozirgi paytda men zo'r yashamayman. Mana realni. El qatori oddiy yashayman. Lekin asosiy pulimni hali ham yig'aman. Nima uchun yig'aman? To'g'ri, chet elga boraman, aylanaman, sayohat qilaman, boshqa qilaman. Lekin asosiy pulimni yana yig'ib ko'paytirishga harakat qilaman. Pul aylanganda ko'payadi. Pul bu eng zo'r ishchi. Dengi idealniy rabotnik. Biz ishchini yeb qo'yamiz-da. Undan ko'ra ishchini ishlatish kerak. Pul ishchi bu. Yig'ish eng muhim joyi. Yig'ishni bilmadingmi? Pso, sen bir umr ishchi bo'lib qolasan. Xafagarchilik yo'q, bu qaror. Bu seni qaroring. Boy bo'lish, kambag'al bo'lish bu odamning qarori. Bu taqdir emas. Meni taqdirim ekan kambag'al bo'laman, bekarchi gap. Boy bo'lish, kambag'al bo'lish bu seni qaroring. Bu meni qarorim. Men qaror qabul qildim, boy bo'laman deb Xudodan so'rayman, amalini qilaman, boy bo'laman. Men qaror qabul qildim, Xudo xolasa jannatga tushaman deb amalini qilaman, Xudodan so'rayman, Xudo xolasa jannatga tushaman. Men boy bo'laman demadimmi? Demak, o'sha men kambag'al bo'laman deb bo'ldim. Ya'ni boylik bo'yicha bilim, tajriba, ko'nikma yo'qmi? Demak, menda kambag'allik bo'yicha strategiya bor. Boylik strategiyasi yo'qmi? Kambag'allik strategiyasi javob bor. Demak, prosta hech narsa qilmaysan, kambag'al bo'lasan. Hech narsa qilmaysan, omadsiz bo'lasan. Chunki omad uchun harakat qilmayapsan-ku. Xuddi haliginga o'xshagan narsada, sportsmen bo'lmoqchiman-da. Sportsmen bo'lishim uchun zalga borib shug'ullanishim kerak. Bormadimmi? Demak, lo'q bo'laman. Sportsmen bo'lmayman. Xuddi shu narsa. Boylik formulasi, kambag'allik formulasi bor. Bu qaror. Bu taqdir emas. Bu taqdir emas. Bu qaror. Har bir inson o'zining qarori.